Assalomu alaykum. Efirdagilar ham assalomu alaykum. Kelinglar fursatdan foydalanib, bugun erta bizni bayramimiz deb e'lon qilingan va mana shu bayram bilan hammalarni men o'z nomimdan tabriklamoqchiman. Bilasizmi, ayolni haqiqatdan ham qalbi bilan, yuragi bilan boshqa ayollarga yoki boshqa ayolga qilgan niyati, tabrigi haqiqatdan ham yuqumli bo'ladi. Chunki ayol kishi поддержканы bilasizmi qayerdan oladi? Erdan emas, ayollardan oladi. Chunki ayolning asli xilqatiga, asli tabiatiga onalik singdirilgan. Onalik bor. Va o'shuning uchun ham bir-birimizga maslahat berayotganimizda, bir-birimizni qo'llab-quvvatlayotganimizda bu bizdagi onalik hissi bo'ladi. O'shuning uchun biz ayollar hammadan ham rostdan ham kuchlikmiz, rostdan ham. Yig'lab tursak ham mana shu yig'lab turgan holatimizdan tiklanishlikni bilamiz. Xafa bo'lib tursak ham mana shu holatimizdan boshqasining ko'nglini olishlikni bilamiz. Bu bizni asl tabiatimiz, mana shu asl tabiatimizga berilgan bu bir ajoyib xislat va mana shu xislatni biz uxlatib qo'ymaylik. Mana shu xislatni biz his qilaylik va bu xislat bilan biz yashaydigan bo'lsak, biz albatta haqiqiy mana shu ayollik missiyamizni bajaramiz. To'g'ri, biz bilamizki, baxtga, omadga, katta-katta yutuqlarga krizisiz erishib bo'lmaydi. Lekin mana shunaqa krizislarga tushganimizda shunaqa ayollar bo'lishlik kerakki, bizni mana shu krizislardan olib chiqib ketishlikka yordamchi bo'ladi. Ko'p ko'ramiz, misol uchun internetda mana shu bo'layotgan voqeliklarda ayollar bir-birini qo'llamaydi, balkim kamsitadi, ustidan kuladi. Mana shunaqa holatlar bo'lmasligini xohlayman. Chunki rostdan ham ayol kishini ayol qo'llab-quvvatlaydi. Ayol, chunki erkak ayolning xilqatini bilmaydi. Ayolga nima kerakligini ham bilmaydi. Ayol nimani his qilayotganligini ham bilmaydi, lekin ayol biladi. Va aynan ayolga faqat ayol yordam bera oladi. Shuning uchun men juda ham xohlardimki, ayollar bir-birimiz bilan yaqin bo'lib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizga mana shunaqa поддержкалар berib va haqiqiy mana shu ichki ayollik hislatimizni o'ldirib qo'ymaylik, uxlatib qo'ymaylik. Chunki ko'ryapmizki, bugungi osonmas davrda ayollar o'zlari bilmagan holatda ayolligini chetga surib qo'yapti. Va o'zi bilmagan holatda erkak libosini kiyib qo'yapti. Biz bilamizki, erkak libosini kiymanglar deyishadi bizga. Demak, erkak libosi nima u? Erkakning xulq-atvori, erkakdagi kuch, erkakdagi mardlik, erkakdagi liderlik. Ayollar, bu bizga yarashmaydi. Bizga nima yarashadi? Bizga maslahatgo'y bo'lishlik yarashadi. O'qituvchi emas, maslahatgo'y bo'lishlik yarashadi. Biz o'zbekchasiga nima deydi? Tvorits deydi-ku, chiroyli kashf qilish, chiroyli sazidat qilishlik, haqiqiy mana shu zabota, to есть mehr, muruvvatni berishlik ayolga yarashadi. Va mana shu narsadan o'zimiz bilmagan holatda voz kechib qo'ymaylik. Chunki haqiqiy ayolning baxti haqiqiy ayollik xislatlari bilan yashashlikdir. Agar bugun ayol o'zini baxtsiz his qilayotgan bo'lsa, demak ayolda ayollik uxlab turibdi. Va mana shuni uyg'otishlik davri kelganligini bilib, uyg'otib haqiqiy ayol bo'laylik. Shuning uchun hammamizni bayramimiz bilan va to'g'ri aytishlari mumkin, 8-mart yo'q, u bayram emas. Mayli-da, bir kun ayollar o'ziga e'tibor berib qo'ysa, mayli mana shu 8-mart bo'la qolsin. Mayli mana shu kuni hech bo'lmasa sovg'a, e'tibor olsin, mayli yo'qdir. Mayli yo'qdir. Lekin mayli bir kun o'zimizga shunaqa
xursandchilik ravo ko'rsak. Va yana shuni xohlardimki, faqat 8-mart emas, qolgan kunlarimiz ham mana shunaqa bayramdek bo'lishligini. Mana shunaqa. Demak, bugun biz ikkinchi darslikni razbor qilamiz. Va aslida darsda mana shu ikkinchi darslikni men juda ham chiroyli ochib berganman. Hattoki uni дополнительный ovozlik xabar bilan ham to'ldirib berganman, lekin shunga qaramasdan yana ham yaxshiroq bu darslikni anglab olishligilar uchun, yana ham bu darslikni yaxshi qo'llashligilar uchun va qaror berishlikda xato qilib qo'ymasligilar uchun men ozgina qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Demak, ikkinchi darsimiz qaror qabul qiling. Bilasizmi? Ko'pchiligimiz qaror qabul qilamiz, lekin haqiqatdan ham bu qaror bizning qarorimizmi bilmaymiz. Chunki hozir ana shunaqa atrof muhitda aql o'rgatuvchilar ko'p davrda yoki ideal hayotni ko'rsatuvchilar ko'p davrda va ideal hayot qanaqa bo'lishlik kerakligini aytib beruvchilar ko'p davrda biz qanday qaror qabul qilishlikni ham bilmay qolamiz. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri, qaysi biri bizni haqiqatdan ham to'g'ri yo'lga boshlaydi, haqiqatdan ham biz o'zimizni topamiz yoki qaysi birida biz adashib qolamiz. Shuning uchun bugungi kunda biz chalkashib qolganmiz. Nega? Chunki tashqi shum juda ham kuchli. Tashqi shum. Tashqi shumdan, tashqi ovozlardan qilingan qarorlar hamisha bizni yiqitadi. Chunki u bizning qarorimiz emas. Chunki u kimlardir o'zi uchun qaror qabul qilib, mana shu o'zini hayotini yashab o'tyapti va biz mana shu qarorni qabul qilyapmiz. Yo'q, bizning vazifamiz anglashligimiz kerak. Qo'rqmasdan qadam qo'yayotganimizda aynan ichki ovozimizga quloq solishligimiz kerak. Mana shu qaror qabul qilayotganligim haqiqatdan ham men uchun foydalikmi? Haqiqatdan ham men uchun bu manfaatlimi? Haqiqatdan ham bu menikimi? Men o'zim xohlaymanmi shuni? Yoki kimningdir haligi qaroridan kelib chiqyapmanmi? Yoki yana shunaqa narsa bo'ladiki, bizda bu irsiyatdan o'tib kelayotgan narsa, biz juda ham ideallikka intilamiz. To есть ideallik bu bizga haligi nima deydi? Prям shablonda shunaqa haligi qattiq qo'yilgan nimaki, to есть ideal bo'lmasin, 5 olmasin, yaxshi qiz, yaxshi bola bo'lmasin. To есть hamma narsada ideal bo'lishlik kerak degan narsa bor. Va nega ideal bo'lishligimiz kerak? Как раз mana sizlarni yangi kurslarda как раз men bu tarixni ham aytib berganman. Miyamiz nega bizda mana shu ushlab turadi eski narsani? Chunki bizda agar ideal bo'lmasang, sen olomondan farqlisan degan narsa bor. Olomon bu xalq, olomon bu millat. Tushunasizlarmi? To есть, demak, mana shu kultga, mana shu urfga sen moslashing kerak. Tushunasizlarmi? Va inson mana shu kultga men moslashligim kerak, mana shu holatda bo'lishligim kerak, mana shu ideal inson bo'lishligim kerak deb qo'rqib, xatodan qo'rqib, u inson qaror qabul qila olmaydi. Chunki hozir xato qilib qo'ysa nima bo'ladi? U ideal bo'lmaydi. Shuning uchun qaror qabul qilishlikda o'zingizga xato qilishligingizga ham qo'yib bering. Da o'xshamasligi ham mumkin. Da 3 ham olishingiz mumkin, 2 ham olishligingiz mumkin. Lekin asosiysi siz yuryapsiz. Asosiysi siz harakat qilyapsiz. Shuning uchun har doim qaror qabul qilayotganingizda o'zingizga savol bering. Bu mening tanlovimmi yoki jamiyatning talabimi? Tushunyapsizmi? Bu mening tanlovimmi yoki jamiyatning tanlovimi? Yoki bu mening tanlovimmi yoki mana shu Instagramdagi, internetdagi ideallik kartinkaga xos bo'lmoqchimanmi?
То есть qaysi tanlov sizniki? Mana shu ko'rib turib olayotgan qaroringizmi yoki ichingizdan bo'lib chiqayotganmi? Ichingizdan kelib chiqayotgan qarorga ishoning, har doim qo'rqasiz. Har doim qo'rqasiz. Nega? Chunki bu sizga yangilik. Biz har doim nimadan qo'rqamiz? Biz noma'lumlikdan qo'rqamiz. O'xshamay qolsa-chi degan narsadan qo'rqamiz. O'xshamay qolsa-chi nima bo'lasiz? Siz ideal bo'lmaysiz. Siz mana shu olomonga begona bo'lib qolasiz. Ideal olomonga, ideallikni talab qilayotgan olomonga siz to'g'ri kelmay qolasiz. O'shuning uchun bu aslida qopqon. Bu aslida lavoshka. Mana shu совершенствоga, idealnostga intilayotganligimiz bu qopqon. Biz har xil bo'lishligimiz mumkin. Qayerdadir xato qilib qo'yishligimiz mumkin, qayerdadir bilmasligimiz mumkin, qayerdadir yiqilib tushishligimiz mumkin. Hammasi bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Chunki bu ham bizning genimizga yozilgan narsa. Buni juda ham yaxshi bilamiz. Inson xato qildi va buni tushunib yetib yana qaytdi. O'shuning uchun xato qilishligimiz bu yomon narsa emas. Xo'p, o'shuning uchun qaror qabul qilishlikda nimaga e'tibor berishligimiz kerak? Hozir bor resursimizga. Hozirgi borimda nima qila olaman? Chunki qaranglarda insonlar mana shu Instagramdagi idealniy kartinkani ko'rishyapti-da va ularda hozircha bu narsa yo'q. Va mana shu narsani xohlayapti. Mana shunday bo'laman deb qaror qabul qilyapti. Lekin o'rtoqlar, bitta narsani unutmanglar. Maqsad qo'yamiz, lekin maqsadga bizda resurs yo'q. Resurs yo'q. Katta maqsadlar qo'yamiz, lekin u maqsadni amalga oshirishlik uchun bizda benzin yo'q. Misol uchun qarangda, uyingizda qanaqadir bir zo'r markada mashina turibdi. Zo'r markada turibdi, lekin uning benzini yo'q. Nima farqi bor uning qanaqa mashina ekanligi? Uning benzini yo'q. Tushunyapsizlarmi? Demak, nega bizni maqsadlarimiz amalga oshmayapti? Chunki bizda benzin yo'q. Kim aytadi? Mana shu benzinni qayerdan olsak bo'ladi? Kim aytadi? Kimda javob bor? Qani? Onlayndagilar. Kimda javob bor? Mana shu benzinni qayerdan olsak bo'ladi? Bor resurslarimizda. O'zimizdagi bor. Bor resursimizdan, to'g'ri. Borida. Lekin uni ko'paytirishlik kerak. Qayerdan olamiz? Mashinani yurgizishlik kerak. Qayerdan olamiz? Maqsad qo'yib. Aslimizni anglashligimizga ham resurs yo'q, o'rtoqlar. Davaychi. Ichimizni qayerdan olamiz? Ilm olib. Ishonchdan. Resursi yo'q inson ilm ola olmaydi. Ola olmaydi. Unga ilm yuqmaydi. Tajribadan ola olmaymiz. Chunki tajribadagi, masalan, yuragi siqilib, qiynalib, azobdagi odamda resurs o'zi yo'q. U tajribadan hozir xulosa ola olmaydi. Resurs ketadigan joylarni to'xtatish kerak. U ham to'g'ri. Qanaqa qilib resurs ketayotgan joylarni to'xtatishligimiz kerak? Ostimizdan ola olmaymiz. Fokusimizni o'zgartiramiz. Fokusimizni o'zgartiramiz. Qaysi tarafga? Plusga. Plusga. Shukur tarafga. O'zingiz aytdingiz, Tak. Demak, fokusimizni hozir yo'q degan joydan borga qaratamizda, qayerdan olamiz? Keling, bor resursimizdan dedilar. Bor resursimizdan degani bu nima degani? Boriga rozi bo'ling. Hozir bori nima? Vaqt birinchi o'rin. Nima? Vaqt. Vaqt yana. Jon, Vaqtimiz bor. sog'lik, Hayotimiz bor. yashayapmiz. Yashayapmiz. Demak, nimadan olamiz? Hayotdan. Shukurdan. Minnatdor. Bor narsamizga, yo'q narsaga emas. Mana hozirgi bor narsamizga. shukurdan. Va ikkinchi narsa. Men buni aytganman. Rozilik. Maqsad. Maqsad. Maqsaddan olamiz. Va maqsadni oldik. Qanaqa qilib maqsaddan olamiz? Iymon. Harakat. Harakat bu uchinchisi. Reja. Ishonch. Давайте. Buni biz akademiyada necha marta gaplashdik, necha marta bu haqida
Sizlar bilan suhbatlashdik nimadan? Vizual masalat. Vizual Tasavvur. va tasavvur. Да. Tushundinglarmi? То есть bor, hozir yashayapman, hozir ko'ryapman, hozir his qilyapman, shu joydaman va insonda nima paydo bo'ladi? Xursandchilik. Va mana shu xursandchilik insonni benzini bo'ladi. Borida. Tushunasizlarmi? Va mana shu insonga birinchi siljishligi uchun yordam beradi. Tushundinglarmi? То есть reja qo'yamiz, katta maqsadlar qo'yamiz, lekin resursimiz yo'q o'rtoqlar. Resursimiz yo'q. O'shuning uchun qaror qabul qilishlikda ham o'rtoqlar, boringlardan imkoniyatlaringizdan kelib chiqqan holatda plankani katta olishingiz mumkin. Plankani katta olavering. Plankani katta olsangiz sizni hech kim masalan urib so'kib haydab yubormaydi. Plankani katta oling, lekin plankani katta olganingizdan keyin mana shu plankaga borishlik uchun hozirgi kichkina qadamingizdan boshlang. Katta daraxt xohlayotgan bo'lsangiz, urug'ni ekkaningiz zahotiyoq katta daraxt unib chiqmaydi. Demak, u urug'ni nima qilishlik kerak? Urug'ga parvarish kerak. Urug'ga suv kerak, ilm kerak. Urug'ga e'tibor kerak. E'tibor kerak. Bu fokus внимания haqida. Profkursdagi fokus внимания haqida. Tushunyapsizlarmi? Va urug' ham qanaqa bo'lishlik kerak? Hamma olma ekyapti, men ham boraman olma ekaman. Hamma banan ekyapti, men ham boraman banan ekaman. Yo'q. U hammaning g'oyasi. U hammaning xohishi. Lekin siz hamma emassiz. Siz hammadan emas. Siz o'zingizdan so'rang. Masalan, men banan yoqtirmayman. Men o'zi asli banan yoqtirmayman. Lekin hamma ekayotganligim uchun men buni ekishlikka majbur ham emasman. Demak, men o'zim xohlagan mevani ekaman. Va mana shuni parvarish qilaman va mana shu meva eslarda bor DNKdagi haligi misol shaftoli daraxti. Eslarda bormi? Va mana shu meva boshqalarni to'ydirishlikka sababchi bo'ladi. Ko'p meva berib. To есть bizning maqsadimiz mana shu urug'ni ekishlikdan oldin qanaqa qaror qabul qilishlik. Boshqalarga ham manfaatli bo'laydi. Boshqalar ham huzur topsin, boshqalar ham rohatlansin. Tushundinglarmi? Mana shunaqa o'rtoqlar. Demak, yana darsni eshitdinglar, yana uy vazifa qilinglar. O'rtoqlar, shoshilmanglar. Men eshitdim, 4-dars ham eshitib bo'ldim, 5-dars ham eshitib bo'ldim, 10-dars ham eshitib bo'ldim. Bu marafonda maqsad eshitib olishlik emas. Bu marafonda maqsad tezda hammasini eshitib chetga qo'yib qo'yishlik emas. Har haftaga iloji bo'lsa bitta dars oling. Har hafta mana shu bitta darsni chaynang, amalda qo'llang. Yaxshi tushunib oling. Keyin ikkinchi darsga o'ting. Mana shunaqa sizlarni yaxshi tushunib olishliklari uchun, shoshilmasliklari uchun ham biz mana akademiyadan oldin sizlar bilan razbor qilyapmiz. Ya'ni ham to'g'ri tushunib olishlari uchun. Mana shunaqa o'rtoqlar. Demak, keyingi 3-darsda sizlar bilan ko'rishamiz. Ungacha qaror qabul qilishlikdan to'xtamang, to'g'ri qaror qabul qiling. Hamma ekayotgan narsani ekaman deb qaror qabul qilmang, o'zingiznikini toping va o'zingiznikini eking. Men baxtliman degan hissiyot bilan. Demak, keyingi darsgacha o'rtoqlar.